Bor tez, darrov kiyimlaringni alishtirib kel. Qara, Roma tog'ang bizga somsa olib kelibdi. Привет, Розочка. Да? Oyi, qaravoring, sizda gapim bor. Yuring, sizda gapim bor. Ух, какая серьезная. Na ma'mu похоже. Какая помощь, Розочка? Yordam kerakmasmi? Hozir kelaman. Hozir. Не говорю? Ne. Да. Hozir. Тез qaytib я соскучился. Ah. Hozir. Xo'sh, do'cha, nima bo'lyapti? Oyi, ana nima qilyapti yana bizanikida? Kimdan aytyapsan, qizim? Oyi, o'zingizdan qo'likka solmang. Nima deyotganimni bilib turibsiz. Ana suteni nimaga kiritdingiz? Qizim, axir Roma yaxshi odam-ku. Qanaqasiga yaxshi odam? G'irt alkashu. Undan tashqari aytmay qo'yavering. O'zingizni nimaga o'sha bilan teng qilyapsiz, oyi? Yoki siz ham o'shanaqa ko'nchiniy odammisiz? Tak, do'cha, menga qara. Bo'ldi qil. Aqling yetmagan narsalarga aralashma. O'zing o'yla, axir shuncha yildan beri shu odam bizni boqib kelyapti-ku. Buni o'zing juda ham yaxshi bilasan. To'g'ri, u ko'p ichadi. Lekin u хороший человек, tushundingmi? Menga qara, butun kvartalda santexnika shu. Pulni jaraq-jaraq qilib menga olib kelib beradi. Yana nima xohlaysan? Keyin u pullarni hammasini ichasizlar-da, to'g'rimi? Da. No ichamiz, yeymiz. Nima xohlayapsan yana? Nahotki o'sha alkash bilan o'zingizni teng qilyapsiz? Tirnog'ingizga ham arzimaydi. Yursangiz, normalniy odam bilan yuring.